Assalomu alaykum aziz vatandoshlarim. Umid qilaman ki sağ و salomat bo'lsangiz. Bugun ham chorshanba. Men Maryam Muhammadi siz azizlarning xizmatlaringizga va umid qilaman ki aziz bolalaringiz bilan birga bo'lib barnomani tomosha qilsanglar. Azizlar, bugun ikki aziz va nozona mehmonlarni barnomaga da'vat qildik ki to ular mutolaa haqiga suhbat qilsalar. Sumayyajon va Xadijajon. Xo'p, Sumayyajon salom, xush kelibsiz barnomaga. Xadijajon salom. Mag'lub emas bu axir. Yana yo'l bor u yanatun. Rahmat, men ham salomimni sizga va Sumayyajonga va hamkorlaringizga va ham ular ikki bizlarni televizion orzu tarixidan tomosha qiladilar. Umid qilsam salomat bo'lsangizlar. Ko'pdan ko'p rahmat sizdan Xadijajon. Sumayyajon qandoqsiz va bugun qancha bir xushro'y ko'ylaklar kiyasiz? Xadijajon, mutolaa haqida siz suhbat qilasizki, qaysi narsa sabab bo'ldiki siz mutolaaga aloqamand bo'lsangiz? Men kichkinaligimdan vaqtiki kitobda ochsam edim, his qilish edimki bir dunyo tozaga kirganman. Va qaysi kitobni ko'p siz yaxshi ko'rasiz u qaysi kitob sizni zindagingizni, hayotingizni tahta ta'sir qaror topgan? Kitob yozilish tarafi Xudo amiqtarin asarni menga qo'ydi. Har safasini ochsam edim, his qilish edimki Xudovand meni mutolaaga da'vat qilyapti. Mashalloh, mashalloh. Xo'p, Sumayyajon, nima tuhfa keltirdingiz bizga? She'r o'qib berasizmi, tilovat etasizmi? تلوات Tilovat eting qani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم. Mashalloh, jazakalloh. Xo'p, Sumayyajon, qancha bir yaxshi tilovat etdingiz. She'r ham bilasizmi? O'qing qani she'ringizni. بسم الله الرحمن الرحیم ترانه کتاب. با این کتاب با این قلم حالا کشور بسازیم، از این سرای وحشت جای بهتر بسازیم، جای بهتر بسازیم، از جنس مهربانی و از چشم محبت باغ وطن خود را با تن بسازیم، پر ثمر بسازیم، با هم دیگر بسازیم، وطن دارای خود را کمی خوشتر بسازیم. Mashalloh, mashalloh, Sumayyajon, qancha bir yaxshi she'r bizga o'qib berdingiz. O'zingiz ham kitob o'qiysizmi? Sinf changi maktabsiz? صنف اول. Mashalloh, sinf avval maktabim. Xo'p, Xadijajon, menga aytingki, vaqtiki siz kitob mutolaa qilasiz, faqat kitobni o'rganmoq uchun mutolaa qilasizmi yoki lazzat ham olasizmi kitobdan? Men vaqtiki mutolaa qilsam, masalan, ehsos qilaman bir baqa oromga kirganman ko'pchilik o'rtasidan. Mutolaa tanha menga yod beradi, balki hissa oromish, rashd qilaman va yana jon olaman. Voqean odam zamoni ki kitob mutolaa qiladi, kitobdan ki baraloyki uni o'rganmoq uchun mutolaa qiladi, ba'zi vaqtlar odamga oromish va zehni odam oromish beradi va o'zi bir raqam orom, rohat bo'ladi. Qancha yaxshiki sizlar hamchanon kitob mutolaa qilsanglar va ilmlaringizni ko'paytirsanglar. Xo'p, Xadijajon, siz aytdingizki, bu kitobga oldingizda bor, uni zamoniki o'qidingiz, aloqamand bo'ldingiz va bu kitob sizni tahta ta'siri qaror topgan. Qaysi vaqtlar siz kitob o'qiysiz? Ba'zilar ertang vaqt bilan turadi, mutolaa qiladi. Ba'zilar oqshom, ba'zilar har zamonki fursat topsa. Siz qaysi zamonlar kitob mutolaa qilasiz? Qandoq mana shu vaqtingizni tanzim qilasiz kitob o'qishga?
ko'proq vaqtimning mutolaaga ixtisos beraman, vaqtimning barnaamijsizlik qilaman va vaqtimni behuda o'tkazgandan oyindam uchun muboraza qilaman. Mashallah. Xo'p, Xadijajon, sinf chanda maktabsiz? Sinfi 5man. Sinfi 5 maktab. Shu o'zingiz bir raqam xudoyi shu raqam aloqamand bo'ldingizmi kitob o'qishga yo hamki uyingizda, xonavadangizda qaysi opangiz, akangiz, otajoningiz, onajoningiz kitob o'qiydilar va ularga qarab siz aloqamand bo'lsangiz? Men vaqtiki maktabga edim, ham sinflarim kitob o'qiydi, ham uyimizga opalarim kitob o'qiydi aloqamand bo'ldim. Ha, mashallah. Xo'p, qaysi kitoblarni ko'proq siz aloqamand bo'lgani? Masalan, roman o'qiysizmi, kitob-oy tarixiya o'qiysizmi yo ham qissa va doston o'qiysizmi? Hammasidan qissa, doston, roman hammalaridan o'qiyman. Mashallah. Xo'p, degan kitobga ko'p siz yaxshi ko'rasiz yoki bir navisinda bo'lsa, qaysi navisandaning kitobini ko'proq yaxshi ko'rasiz? Masalan, mana shu ba'zi navisandalar borki, o'z-o'zini kishvarimizda, masalan, Ustod Rahnavardi Zaryo, Xolida Husayni yoki boshqa navisandalar bo'lsa. O'zimizni kishvarimizdan. Mashallah, mashallah, o'zimizni kishvarimizdan. Qancha yaxshiki bizlar ham farhang mutolaani buni idoma bersak, bu farhangga tabdil bo'lsa, har uyda boyad kitoblar bo'lsa. Ko'pisi aziz bolalarimizni ko'ramizki, ko'proq bular mobilga masruf yo hamki digar zotlarga masruf. Qancha yaxshi bo'ladiki, aziz onajonlar, aziz bolajonlarga kitob hadya qilsalar. O zamoniki bularni tavalludi bo'ladi, tug'ilgan kuni bo'ladi. Qancha yaxshiki bular kitob o'qisalar va bularga kitob hadya bersalar. Mana shu oysa-oysa bir farhangga tabdil bo'ladiki, bular kichkinalikdan kitobga aloqamand bo'lsa va katta bo'lsalar ham degan masrufiyatlardan, degan sargardonliklardan o'zlarini uzoq saqlasalar, kitobga ro'y ketirsalar. Xo'p, Xadijajon, mashallah siz qancha bilan sindingiz ham yo'q, muncha kichkinalikdan siz kitobga aloqamand bo'ldingiz. Zamoniki dugonalaringiz, opalaringiz, ukalaringiz biron bo'ziga sargarm bo'ladilar. Nima bois bo'ladi shu kitob sizni jazb etsa va siz ham shu sargarmga ba'zi vaqtlar mana shu o'yinlarga bormasangiz, kitob o'qisangiz? Men bilaman vaqtiga jo'ralarim sargarmiga mashg'ul, men har safar kitobim mening bir qadam riyalarimga nazikdir bilaman. Mashallah. Xo'p, ro'yodan gapirdingiz, menga aytingki, hadafingiz nimada va oyindada xohlaysizki nima bo'lsangiz? Men xohlayman opamday bir xabarnigor bo'lsam. Mashallah, opangizday xabarnigor bo'lsangiz. Past har kun kitob o'qishingizni soatini ko'paytiring va ko'shish etingki ko'proq o'qisangiz, inshaalloh va xayr hadafingizga yetsangiz. Xo'p, Sumayyajon, oyindada nima bo'ladilar? Ustod. Ustod bo'lasiz. Qaysi mazmun ustod bo'lasiz? Darimi, riyozimi, nimada? Xo'p, Sumayyajon ham xohlaydilarki, oyindada bir ustod bo'lsalar. Ustodlar bu shaxsiyatlarki bizlarni shaxsiyatimizni ana shu avval tahtobdan bular ko'shish etadilarki, tashviq qilsalar, shu ilm donishlari sabab bo'ladi. Shu ustodlar sabab bo'ladiki, bir injener jamoaga taqdim bo'lsa, xabarnigor jamoaga taqdim, shunday doktor sohiblar jamoaga taqdim bo'lsa. Xo'p, Xadijajon, menga aytingki, agar bir payomingiz bo'lsa nasli javonga, mana shu kitob va donish borasida nima payomingiz bu nasli javonga? Sizlarda kattatarin sarmoyalaringiz donish. Voqean insonni katta irsi, merosi, hammasi donish. Zamonaki donishlaringizni sizlar polish bersanglar, turg'ish bersanglar, oysa mana shu sabab bo'ladiki, inshaalloh baxayr oyindaga bir shaxsiyat yaxshi jamoaga taqdim bo'lsanglar.